Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Angliyaning Manchester City klubi himoyachisi Abduqodir Husanov Yevropa futbolida tobora katta e'tibor markaziga aylanib bormoqda. Endi esa uning o'yinini nafaqat muxlislar, balki futbol afsonalari ham yuqori baholamoqda. Manchester City va Shotlandiya terma jamoasining sobiq markaziy himoyachisi Colin Hendry o'zbekistonlik futbolchi haqida juda iliq fikr bildirdi. Tajribali ekspert Husanovni alohida iqtidor deb atab, u yaqin kelajakda Yevropaning eng yirik klublari uchun asosiy transfer nishonlaridan biriga aylanishini ta'kidlab o'tdi. Hendryning fikricha, 22 yoshli himoyachining Manchester City'dagi jadal rivojlanishi allaqachon Madridning Real klubi diqqatini tortgan. Joriy mavsum Abduqodir Husanov uchun haqiqiy burilish yiliga aylandi. U 2025-yil yanvar oyida Fransiyaning Lens klubidan Angliyaga ko'chib o'tgandan keyin qisqa vaqt ichida Pep Guardiola jamoasining muhim figuralaridan biriga aylanishga ulgurdi. Ayniqsa Nathan Ake va John Stones kabi himoyachilarning jarohatlari paytida Husanov jamoadagi bo'shliqni munosib to'ldirib, asosiy tarkibdagi o'rnini mustahkamlab oldi. Mutaxassislar uning himoyadagi ishonchli harakatlari, vaziyatni tez o'qiy olishi, kuchli jismoniy tayyorgarligi va sovuqqonligiga yuqori baho bermoqda. Colin Hendry ham aynan shu jihatlarga alohida to'xtaldi. Bilaman, Abduqodir Chelsiga qarshi debyut o'yinida xatoga yo'l qo'ygan edi. Lekin shundan keyin uni har safar kuzatganimda, u o'zining juda yuqori darajadagi sifatlarini namoyon qildi. Uni ko'plab klublar sotib olishni xohlaydi. Biroq City'dan o'yinchini olib ketish oson emas. Real Madrid, Barcelona va Bavariya kabi klublar ham unga qiziqish bildirmoqda. Chunki u haqiqatan ham alohida iqtidor egasi, dedi Hendry City Extra nashriga bergan intervyusida. Shu bilan birga Manchester City rahbariyati o'zbekistonlik himoyachini klubning kelajagidagi muhim loyihasi sifatida ko'rmoqda. Ayni vaqtda Husanovning shartnomasi 2029-yilgacha amal qiladi. Klub rahbarlari, jumladan sport direktori Hugo Viana, uni sotilmaydigan muhim futbolchilardan biri deb hisoblayotgani aytilmoqda. Hatto so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, klub Husanovning tez o'sishini inobatga olgan holda, uning shartnoma shartlarini yaxshilash masalasini ham muhokama qilmoqda.